Assalomu alaykum. Videomiz Urganch shahar Dehqon marketining arkasında yangi qurilgan 5 qavatli binoni 3-qavatında 3 xonali kvartiramiz sotiladigan. Shuni ko'rib chiqamiz. Bahosini aytib o'tamiz. 620 million so'm. Hamma qulay, cho'tki mesda joylashgan. Ba'zi Sholka Matal Dehqon supermarket, ba'zi Xorazm bog' tomlari, Visol to'xona, Darital, Urduam yaqinida joylashgan. Novostroycha domda bo'ladi. Hozir kvartirani o'zini ham ko'rib chiqamiz. 3-darajaga keldik. Joyimiz chankisini ko'rib chiqamiz. Demir işle qo'yilgan, yaxshisidan ütüklönü ishdan kelib shundan keyin bir xo'shga tushgan. Bir xo'shga mebellar, banda kuxniyasi, zali, rakonalar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin bu aynalar bilan. Eshiklar o'zgargan, polni remont etilgan, olingandan keyin banda desipalni, katta spalnisi, sanuzel, hojatxonasi bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Hamma yer oboy oyoqlarimiz laminat pol, gilamda tashalgan, ba'zi jihozlari bor, qalagan getadan ustunda aytiladi. Rakamlar qo'yilgan. Bir chetdan kelamiz, boshda zaldan ketamiz. Ko'rishingiz mumkin. Zal joyimiz. Devorlari oboy, mo'yshabilgan, lyustralar qo'yilgan, laminat pol oyoqlarimiz gilamda döşalgan, perdelari qo'yilgan, aynalarında rishotkalar ham bor даже. Konditsionerlar qo'yilgan ekan, konditsionerlar qoladi. Avvalon firmaniki. Lyustralarimiz, televizorlarimiz ketadi. Bir televizor bilan kir mashin yetadi adashmasam. Shuni sostenadi. Akkuratni to'g'ri kelib yashagan. Kanalari. Bu tomonda desipalnisi. Ko'rishingiz mumkin. Aboylar shunga moslangan. Neobishni jaluzilar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Anada shotchalar ham bor. Wi-Fi bor. Laminat pol oyoqlarimiz. Bunda katta spalnisi bo'ladi. Bundan hamma aynada jaluzi bor ekan o'zi shunday. Kompaktni jaluzi, shotcha bor. Ikki aynasi bana, ikki aynasi bana qaragan. Skvoznoy bo'lib tushgan kvartiramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda sanuzeli, mashin ketadi. Sushuvchilari bor. Vannasi, rakovinasi, 2 metr kafellar bosilgan. Oyoqlarimiz cho'pli pol. Bu tomonda hojatxona joyi, aristollari bor, rakovinasi mumtozlar qo'yilgan. Sholka Matalda 5 etajli domni 3-etajında 3 xonali kvartiramiz sotiladi ekan. Bahosi 620 million so'm. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Oxirgi xonamiz, kuxniyamiz. Keyingi xonamiz kuxniyamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Devorlari oboy, kuxni mebellar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Mo'kasi, gaz plitasi, vitishasi bor, xodimliklari, kotelning joyi o'zgargan. Glavniy gaz ballonimizda suv filtrlari ham qo'yilgan ekan. Bunda jaluzisi, rishotcha bor, hamma oynasida rishotchasi bor. Kotelari bu yerda joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Shunday sostenada. Bahosini aytib o'tdim, 620 million so'm. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol kelib ko'rsangiz bo'ladi. Gaz, suvdan muammosi yo'q. Telefon nomerini aytib o'tamiz: 99 946